Xo'p, bugungi mavzumizni asosiy ma'nosi ingliz tilidagi kishilik olmoshlari. Ya'ni ismi bilan aytiladigan insonlarni olmosh bilan, ya'ni ularni o'rniga ishlatiladigan so'zlar bilan aytib chaqirish. Mana bu yerda person, ya'ni inson degani shaxsiy olmoshlar degan ma'noni ham bildiradi. Personal pronouns. Xo'p, ingliz tilida kishilik olmoshlari bilan tanishib boramiz birma-bir. Birinchi kishilik olmoshi I deb aytiladi, ya'ni talaffuz qilinishi I deb talaffuz qilinadi va buni ma'nosi men degan ma'noni bildiradi. Ingliz tilida men demoqchi bo'lsangiz, I deb aytsangiz, men degan ma'noni bildiradi. E'tibor beramiz, bu yerdagi qavs ichidagi harflar birikmasi bu faqat talaffuz uchun ishlatiladi. Asosiy mana ishlatadiganimiz olmoshlar uchun. Ingliz tilida I va tarjimasi men. Xo'p, davom etamiz. Endi ingliz tilida men kimgadir sen deb murojaat qilmoqchiman. Ingliz tilida sen deb murojaat qilish uchun siz you olmoshidan foydalanasiz. Ingliz tilida harflar, so'zlar yozilganidek talaffuz qilinmaydi. So'zlarning talaffuzi unlilari o'zgarib boradi. E'tibor bersalaringiz, yo u shaklda yozilgan, lekin talaffuz qilganimizda you deb talaffuz qilamiz. Xuddi shunday, you deb talaffuz qilingan so'zni yo u shaklida yozamiz. Ma'nosi sen. Uchinchi kishilik olmoshimiz he. Bu kishilik olmoshi o'g'il bolalar uchun ishlatiladi yoki katta yoshdagi erkak jinslarga ishlatilishi mumkin. O'g'il bolalar uchun yoki erkak jinsi uchun. He ma'nosi u degan ma'noni bildiradi. Bu faqat o'g'il bolalar uchun degan joyimiz qo'shimcha ma'nosi, ya'ni kim uchun ishlatilishi. Talaffuz qilinishi esa he holatida bo'ladi. He holatida talaffuz qilamiz. Ma'nosi u degan ma'noni bildiradi. Qizlar uchun yoki ayollar uchun biz u deb chaqirmoqchi bo'lsak, she kishilik olmoshidan foydalanamiz. Ya'ni u deb murojaat qilmoqchimiz shu she olmoshidan foydalaniladi. Qizlar uchun murojaat qilganimizda u deb shundan foydalanamiz. Xo'p, bundan tashqari o'zbek tilida misol uchun jonsiz narsalar bo'lishi mumkin yoki hayvonlar, ularga u deb murojaat qilamiz biz. Ingliz tilida bu narsa yoki bitta hayvon bo'ladigan bo'lsa, shularga nisbatan murojaat qilsak, biz it olmoshidan foydalanamiz. Talaffuz qilinishi ham bir xil. Bu narsa yoki hayvonlar uchun. Faqat bitta bo'lsa, bitta bo'lgan holatida u deb murojaat qilamiz. Narsa yoki hayvonlar uchun dedik. Davom etamiz. Ingliz tilida biz deb aytmoqchi bo'lsak, biz we olmoshidan, kishilik olmoshidan foydalanamiz. Ya'ni we deganimizda biz degan so'zni aytgan bo'lamiz. Biz. Endi ingliz tilida sen va sizlar bir xil olmosh bilan aytiladi. Faqat gapni ma'nosiga qarab aniqlab olinadi. You bu sizlar degan ma'noni bildiradi. Qavs ichidagilari faqat talaffuz qilinishi. Ularga yozuvda e'tibor bermaymiz. Yozuvda mana bu birinchi qora bilan yozilgan so'zlar yoziladi. Talaffuzda qavs ichidagi holatda talaffuz qilamiz so'zlarni. Endi they e'tibor beramiz. Ular demoqchimiz biz. Ingliz tilida ular deb aytmoqchimiz. They. Shu mana shu t va h harflarini biz th deb o'qimaymiz. Ingliz tilida e'tibor berasizlar shu joyga. S, ya'ni d bilan z harflarini qo'shilishidan they. Ular degan ma'noni bildiradi. Ular degan ma'noni. Xo'p, demak, ingliz tilida kishilarni yoki shaxslarga murojaat qilganimizda, ismini aytmagan holatimizda, ismini aytmasak-da, shu olmoshlardan foydalanib chaqirsak bo'ladi. Demak, takrorlab o'tamiz. Birinchi olmoshimiz
I, talaffuz qilinishi I, tarjimasi men. Keyingi olmoshimiz sen olmoshi ingliz tilida you hisoblanadi. Sen olmoshi ingliz tilida you. O'g'il bolalar uchun u deb murojaat qilmoqchi bo'lsak, he olmoshidan foydalanamiz. He olmoshi foydalanadi. U. Qizlar uchun u deb murojaat qilmoqchi bo'lsak, she olmoshidan foydalanamiz. Narsa yoki hayvonlar uchun yoki bitta bo'lsa, ular hayvon yoki narsani rasmi chiqsa, bitta bo'lsa, u deyish uchun biz ingliz tilida it olmoshidan foydalanamiz. Ingliz tilida biz demoqchimiz, biz deyish uchun ingliz tilida we olmoshidan biz foydalanamiz. We deganimizda biz degan ma'no tushuniladi. Ingliz tilida sizlar deyish uchun you olmoshidan foydalanamiz. Ya'ni shu joyga e'tiboringizni qaratasiz. Sen deganimizda ham, sizlar deganimizda ham ingliz tilida inglizlar you olmoshidan foydalanadi. Ular degani they. They ular degan ma'noni anglatib beradi bizga. Demak, kishilik olmoshlari mana shular. Hozir rasmli holatda ham sizlarga tushuntirib berish uchun bir nechta rasmlar bilan qaysi holatda qanaqaligini tushuntirib beraman. Undan keyin test mashg'ulotlarimizga o'tamiz. Okay, diqqatlaringizni mana bu rasmga qaratishingizni so'rayman. Bu yerda, ya'ni qanaqa holatlarda shu olmoshlardan foydalanayotganligi ko'rsatilyapti. Birinchi holatida bitta qizcha turibdi, yagona o'zini ko'rsatyapti, men deb aytmoqchi. Bunda u I olmoshidan foydalanilar ekan. Bir chiziqcha katta I harfida yoziladi o'zbek tilida. Bu men degan ma'noni bildiradi ingliz tilida. Bitta harf ham ma'no bildiradi. Keyingisi, bu qiz o'g'il bolani ko'rsatyapti, u deb aytmoqchi. U. Shu holatida mana he olmoshidan foydalanyapti. He, ya'ni u degan ma'noda. Bu holatda qiz bolani ko'rsatyapti va u deb aytmoqchi, u deb murojaat qilmoqchi. She olmoshidan foydalanadi. O'qilishiga e'tibor bering. She yozilgan, she, lekin talaffuzimizda she deb aytamiz. Keyingi holatda bitta stulcha turibdi. Bu yagona bitta, jonsiz. O'shanligi uchun, jonsiz va bitta bo'lganligi uchun it olmoshidan biz foydalanyapmiz. It. Mana bu yerdagi bolalarga e'tibor berasizlar. Hammasi birgalikda turibdi va o'zlarini aytmoqchi, biz deb aytmoqchi. Bu holatda mana we olmoshidan foydalanilgan. We. Mana bu holatda ikki kishi ko'rsatib turilibdi va mana bu bolalar bularga ular deb murojaat qilmoqchi. Shunda they. Mana bu ikkita harf d va z harflarining qo'shilishidan they holatda talaffuz qilinyapti. They ular degani. You bir xil holatda sizlar degan ma'noda, mana bu sizlar demoqchi, bularga qarab sizlar demoqchi. Bunda you olmoshidan foydalanyapti. Demak, bugungi darsimizda asosiy ma'nosi kishilik olmoshlari. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Savollar vaqtiga yetib keldik. Kimda qanaqadir savol bo'lsa, mana shu kishilik olmoshlari mavzusidan bemalol berishlaringiz mumkin. Undan keyin testlarga o'tamiz. Men testlar yuboraman. Ustoz, assalomu alaykum. Testlarni qanaqa qilib yozib bo'ladi? Testlarni, xo'p, testlarni tushuntirib o'taman. Demak, kecha guruhga tashlaganimdek, bugun yana link bilan Google orqali ishlanadigan testlar yuboraman. Demak, link kelib tushdi. Ko'k harflardan iborat bo'lganini ustiga bosish kerak. Harflarni ustiga bosmaymiz, u yerda faqat ko'k link ko'rinishda harflar ketma-ketligini ustiga bosiladi. Google sahifasiga kiriladi. Kirilganda nachat degan tugma bor testni boshlash uchun. Nachat degan tugma chiqadi. Shuni bosganda sizlarga hozirgi test ishlayotgan testlaringizda har xil rasmlar chiqadi. Ya'ni olmoshlarga aloqador bo'lgan. Bugungi o'tgan mavzumizga aloqador bo'lgan. Shu olmoshlarga, mana shu bugun ko'rib chiqqan olmoshlarimizdan 7 ta olmoshdan qaysi biri mos kelsa, shu variantni bosib borasiz. Javobingiz to'g'ri bo'lsa, to'g'ri bitishkasi chiqib boradi. Javobingiz noto'g'ri bo'lsa, xatosi chiqadi va to'g'risini ko'rsatadi. Shunaqa test yuboraman hozir. Boshqa savollar bo'lsa, marhamat yana. Assalomu alaykum, teacher.
Va alaykum assalom. Qarangda, bu she olmoshini yana kemalarga nisbatan ishlatsak ham bo'ladi-ya? Qaysidir Bo'ladi, bo'ladi. ustozim aytgandi. To'g'ri. Shi olmoshi kemalarga nisbatan ishlatiladi. Shu to'g'risida bir kulgili hikoya ham chiqqandi. Ya'ni kemaga ayol kishini chiqarib bo'lmaydi, chunki kemaga ham shi ishlatiladi, unga ham shi, ikkalasi urushib qoladi degan shunaqa chiqqan. To'g'ri, bu ham to'g'ri. Xo'p, yana qanaqa savollar bo'lsa, marhamat. Mana shu olmoshlar bo'yicha. Ustoz tegishni boshlavering. Bo'ldi, bo'lmasa test yuboraman. Tayyor turamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Buni o'chiraman hozircha.